Assalomu alaykum. Islomjonimiz kanali obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar va ukalar, qo'yishqozlar. Chorva ishqozlar. Akalar toza arashan nasllikka, urug'likka, gigantini, go'zalini, haqiqiy vesovoyini qidirib yurgan aka ukalarimizga biz videoda oxirigacha o'tkazib o'rmasdan kuzatish tavsiya etamiz. Toza arashan chakamizni yetib keldik. Ko'ryapsizlar arashanlar qanaqa bo'lishini. Gigant bo'ladi akalar, vesovoy bo'ladi, o'ta yirik katta narsalar bo'ladi. Bular akalar qo'chqor deb o'ylamanglar, bular hammasi sog'liq. Bular misol yemda turgan yoki yemlanayotgan narsalar emas akalar. Ko'rib turibsizlar, hammasini tagida bittada ikkitadan bolasi bor. Lekin birortasi bir og'zi ko'payib chiqib yo boshqa bo'lgan joyi yo'q. Nimaga akalar? Genetik borda bularda qon bor akalar. Haqiqiy semirib yuraveradi akalar. Bularda xudo xolasa tozasini qidirib yurgan akalarga tozalarni tavsiya etamiz. Elitalarini akalar. Mana buni qaranglar, mashaalloh. Mana hammasini bolasi bor akalar. Biz hozir videoyimizda Namangan viloyati akalar, qayerdamiz aka? Davlatobod yuksalish. Muhammad akamizdan xonadonlariga yetib kelganmiz. Toza arashanchi mana Muhammad akamiz. O'shada turibdilar. Mana uni qaranglar akalar. Haqiqiy qo'ymisa, qo'ying bormi desa, bor deb maqtanib boqadan qo'yiladi. Misol olishda ham yaxshi pulga olganlar. Hammasi chunki gigant qo'ylar. Xudo xolasa shulardan bir ikkita uchtasini sotaman dedilar. Biz xolis niyatda, yaxshilikqa, xudo xolasa bir aybini yo'q, nuqsoni yo'q sotishim, bir yaxshilikqa xudo xolasa. Yaxshi niyatim bor degan maqsadda chaqirdilar. Biz xudo xolasa sizlarga bularni yoritib o'tamiz. Telefon nomerlarini pastda, video pastda qoldiramiz. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa qo'y bo'ladi. İşlerini bitirib beringlar. Mana uni qaranglar. Qo'chqor ham sotamiz. Qo'chqor. Ash qo'chqor sotasiz. Qo'chqor ham sotamiz. Mashaalloh, mana qaranglar akalar. Kim baqa o'ytonchiman? Yortaylarchilar. Mashaalloh, mana qaranglar. Buni qo'zi deyapsiz, Muhammad aka? Bu qo'zi deyishyapti akalar, mana qaranglar. Ani jonivor. Iya, qo'zi chaq ekan. Mana to'shti qaranglar. Bo'ldi ko'rindi. Bu to'shti qaranglar akalar. Haqiqiy arashanni gigantidan qidirib yurgan aka-ukalarimizga, toza urug'likka, nasllikka so'ragan aka-ukalarimizga mana akalar, haqiqiy zo'rini boqinglar. Mana arashan xudo xolasa. Qaranglar, janivardi. Akamiz yetalab ketyapti, qo'zichoq davonni qaranglar akalar. Tepasida kelib ko'rsalar umuman boshqa narsa. Bu janivardi kattaligini qaranglar. Bu yo'g'onligini, ya'ni ilk qarich ekan jonivor mana. Akalar kichkinaga olsanlar. Dumbasi ham osilib ketmagan, tikka dumbada. Tozasidan nasllikka so'ragan aka-ukalamizga tozasidan mana qo'chqorda ideal variantdagi qo'chqor yig'inib turibdi. Mana jonivor. Endi soladi. Akalar kadrda kichkina qilib olsangiz ham o'ta dahshat chiqyapti. Havo ham o'ta qorong'i, bulutda shunchalik ko'rinyapti qo'y. Akalar maslahatim tepasiga kelib ko'rib oling. Agar barcha ma'lumotlarni yetkazib beraverlar. Eng qiziqqan narsatim buni vesovoylik akalar. Mana to'shti qaranglar. Bu to'shti. Mashaalloh. Akalar 10 ming, 20 ming dollarda sotilayotgan qo'chqor to'shtim bu. Baldoqlari ham, quloqlari ham, kalla, garmoni hamma yo'g'i kelgan ekan. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Maqtashmas ekanlar. Maqtashga arzigulik qo'ylar aka, maqtalyapti. Hozir nariga sog'liqlarni yana ko'rsataman, ko'rasizlar. Mana qaranglar. Mashaalloh. Aka buni oddiy yemaydi deyapsiz, anaqada chichicha. Gap yo'q, genetika kuchli akalar. Qoni kuchligi borki, qo'ylar pilib ketibdi akalar, film o qaranglar. Sog'liqlari ham shunday-da, o'ta dahshat ekan. Mana jonivor ketdi. Voh, mashaalloh. Mana akalar, qo'ylar haqiqiy gigantlar. Mana qaranglar, mashaalloh. Ular akalar hammasi trevesi 100 kilo plus minus sog'liqlar. Haqiqiy gigantlarini, kattalarini, toza nasllikka, genetika zo'rlarni boqaman degan aka-ukalarimizga tavsiya etib o'tiramiz. Qo'zlarni qaranglar. Qo'zlarlari ham dahshat tushgan ekan mana. Jonivorlar. Mashaalloh. Hammasi aka o'ta go'zal qo'ylar. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Toza arashanni nasllikka, urug'likka, go'zalini boqaman deb qidirib yurgan aka-ukalarimizga bemalol tavsiya etib o'tamiz. Mana qaranglar. Sog'liqlardan ham sotaman deyaptilar. Bu sog'liqlarda akalar, mana qaranglar. Mana shuni
o'ta dahshat. Akalar bo'ylari ham hammasi 85 plus, 90 ga yaqin 90 pluslari ham bor ichida. Mana shular misol 90 plus akalar. Qo'ylar videoda qanaqa ko'rinyapti, katta kichik bilmadim. O'ta yirik qo'ylar. Bor-ku, mana qaranglar. Mashalloh, hammasini dumbasi razrez tikka. Xudo xolasa cho'tki qo'ylar ekan. Haqiqiy gigantlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqing. O qo'zlarni qaranglar. O orqasida yashayman. Bu qorasini ham. Haqiqiy go'zallar ekan bu qo'zlar. Sim uchun o'ta go'zal tushgan qo'zlar ham. Qo'zlari ham hali yosh, mo' sog'liqlar qaranglar. Xo'p, hozir qo'chqorimizni ko'rdilaring akalar. Ash qo'zichoq, o'nash ichida yurgan. Ashni ham sotaveraman, qo'chqor qidirib yurgan odam bo'lsa deyaptilar. Xudo xolasa u ham sotuvda. Hozir yana qaysi sog'liqda sotaman dedingiz Muhammad aka? Ona bola sotamiz, bolasi qo'chqor. Ona bola, bolasi qo'chqor, ha? O'lash polvonda? Ortib ketyapti akalar mana. Akalar, xudo xolasa mana hozir sog'liqda ushadi. Bolasi qo'chqor ekan, bolasi. O, shada yuribdi. Mana shumi o'nash, ha? Kichkina ekan. Bir haftalik, 3 kunlikdan bir haftalikka bormadi deyaptilar. Mana jon vashaqda yuribdi akalar. Mana onasi mana. Qaranglar. Qo'ydi yo'g'onligini. Ana estetika, etika. Hamma narsa xudo xolasa shu qo'ydan mujassam. Mana. Haqiqiy gigantini, go'zalini, yirigini olaman degan ku. Qirg'izistondan tushgan aka. Baldoqlari ham yo'q bu. Buni ham bitta to'shini ko'rsatib qo'yaylik. Ashan to'shini bilib ko'ryapti odamlar mana. Mashalloh. Akalar, kimga qiziq bo'lsa, shiya mana, realni ko'rsatib sotalar, deb baribir. Haqiqatda aytaveringlar. Mana bolasi qo'chqor keldi. Mana bolasi. Jo'lo. Ha, internet. Deyal mana. Akalar, kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqib qo'rasizlar, haqiqiy zo'rini olaman degan ko'klarimiz. Go'zalini olaman. Mana, yemayapti aka. Jonim. O'zini ham oq yuzdan beribdi. Haqiqiy dahshat. Kellar baqa o'g'rining tunda. Yo'q, o inadi. Ahandi o. Bo'l. Ko'ringlar akalar, mana shu yerda xullas bo'ldi qo'ying. Bu qo'yimiz sotiladi, qo'chqor sotiladi akalar. Haqiqiy ishqibozlari chiqsa, qo'yni olaman, qo'y qilaman degan ishqibozlar chiqsa, akalar haqiqiy ishqiboz chiqsa boshqalarni ham kelishaveramiz deyaptilar. Uyda o'ta katta 1 metr plus qo'chqorlarim bor. Toza arashan. Kelib bemalol ko'rib, baho qilsin Islomjon. Haqiqiy zo'rlarni olaman deysa, yo'lida qilib, chiroyli qilib kelishtirib beramiz uka deyaptilar. Telefon nomerlarini pastda qoldiramiz akalar. Narx-navolarni hozir so'rasak, telefon qilishaversin, kelishamiz deyaptilar. Akalar, lekin anaqa 5000, 10000, anaqa 3000 dollarlar yo'q. Men bildim, qanchaligini prosta videoda aytmay qo'ying, telefon qilishaversin, kelishamiz deyaptilar. Yo'lida qilib sotamiz deyaptilar akalar. Shu oddiy arzon narxlarda xudo xolasa, yengil narxlarda bo'shatib beramiz deyaptilar. Unaqa 2000 dollarlar ham yo'q akalar. Ishonaveringlar, bexotirjam telefon qilaveringlar. O'zlari mana xudo xolasa boqib, foyda qilib, maza qilib boqishgan. Lekin o'zim ham ishqiboz bo'lib qoldim. Haqiqatan nasli bor narsa, toza narsa tozaligini bildiradi inshaalloh. Mana haqiqiy go'zallar, polvonlar, zo'rlarni so'raganlar mana. Akalar, xullas telefon qilinglar, ishlaring bitadi. Aytayapman, unaqa 2000 dollar ham yo'q akalar. Telefon qilinglar. Chiroyli narxlarda arzon qilib beriladi aka. Gap yo'q. Xalqimiz arashamini ta'minlaydi. Azizlarimiz Namangan tumani Yuksalish, pitsa fabrika. Yuksalish, pitsa fabrika. Akalar, telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqinglar. Haqiqiy qo'ydi zo'rini nasllikka olaman degan aka-ukamizga telefon nomerlarini qoldiramiz mana. Mashalloh. Qiziqqanlar bitta like turib qo'yasizlar. Videoni boshidagi gap akada. Ena bolani semizligini ko'ryapsizlar. Bola boqib shunchalik. Chunki bularda genetika muhim o'ynaydi akalar. Besovoy, hammasi 100 kilo plus minus qo'ylar. Bolasi bo'lsa ham bular
O'zilmaydi mana qaranglar. Xudo xohlasa. Jonivorlarni qaranglar. Gap yo'q. Ular oldin mana qo'zlari oq yuz tushgan ekan. Ana qo'zichoqlar, simchi. Telefon qilaverasizlar, akalar xudo xohlasa zo'rlanib boqaman degan.